mana bu qo'l bilan hamma narsani ushlayvermang. Ertaga men mazam qochib yotadigan joyimda dada shu qo'lingiz bilan meni boshimni silashingiz bor bolam. Hamma narsani changollavermang. Ertaga mana shu qo'llaringiz bilan meni qo'yishingiz bor bolam. Bu qo'l yarog'. Tasavvur qil. Ahlat. Bilmay ahlatni ushlab oldim najosatni. Ushlab olmayapti endi yuvishga sharoit. Ushlab turadigan bittasi assalomu alaykum deb senga bittasi qo'l uzatsa, mahalla komitetining raisimi, yo hurmatli e'zozli bitta odam qo'l cho'zib qoldi senga. Berasanmi shu qo'lingni? Nimaga bermaysan nega? Chunki o'zing bilasan qo'ling noloyiqligini u qo'lni ushlashga. Amalda, bir nimadan, martabadan emas. Hozirgi sharoitda qo'ling ahlat bo'lib turibdi. Noloyiq u qo'lni ushlashga. Yuvasan, tozalaysan, loyiq bu holiga keladi.